Xotiniga aytsin, bir kunda bir marta sen telefon qilib tursin. Alo, telefoning grom emasmi? Xotinchangga ayt, bir kunda bir marta bo'lsa ham onangga telefon qilsin, qaynonasi oxira. Qilyapman-ki, ko'tarmayaptimi? Qilayotgan ekan-ku, dada. Baloni qiladi, xo'pmi? Siz ham og'zingizni ochib, bunday lillayib o'tirmasa, erkak o'xshab dadil gapiring. Bitta opang bor. Shu tug'ilgan kuni bilan xotinchang tabriklamadimi? Har kuni bu qilqqa kiryaptimi? Esidan chiqibdi, antennasi yo'q edi. Antennasi yo'q ekan, xotin. Bahona qilmasin, xo'pmi? Shu opamni bir marta tabriklasang ularmi deysiz? Siz meni opam tabriklaganmisiz biron marta? Nega qara, xotining qarindoshlar guruhiga onlayn kiryapti-da, nima o'tirib ketyapti. Yozsin. Nima bizni pisand qilmayapman ya? Ha? Siz ham gapiring bunday. Gaping o'tmayaptimi, o'g'lim? Dadil gapiring. Dalil gapiringni. Yozsin. Yozsin, tushundingmi? Qarindoshlar gruppasi nimadir bormi? Nima deyman, nimani har kuni gaplashyapti, turishib. Haftaga bir marta nimadir duorgish qarindoshlarimga. Ha? Voy, assalomu alaykum, onajon, yaxshimisiz? Berib tuting, kallam katta ko'rib ketyapti. Sizlar shunday sog'indik. Yaqinda boramiz. Xush kelibsizlar o'g'lim. Mana shunday ota-onani xabar olib turish kerak-da. Choy damlab beraymi? Ko'kidanmi, oqidanmi? Omoqda qilaman. Xotining turmushda telefon qilyapti-ku menga. Gruppaga ham video tashlab tinchlikmi? Nima qilay? Qilmasam qilmadi deysizlar, qilsam qilyapti deysizlar. Endi kelin o'rtasini oling-da. Ja ko'p ham qo'rmang, ja kam ham qo'rmang. Nimani o'rtasini?